Assalomu alaykum. Do'stlar, bugun o'zim powerli qilyapman. Hamma shu yerda. Nima ovqat qilyapmiz? So'rab aka. Qanday odam bo'lsa, Bu aka o'zbekcha uncha yaxshi bilmaydi. Ruschani nima demak patunchi? Ruschani internetga tashlayman haqiqatan. Sizga yozdim Zero o'zbekcha gapmi? Nima ovqat qilyapmiz? Go'sht biryona jar ko'p. Xohlasa tutuni ko'ryapsizlar do'stlar. Mana bu yerda kunalov bo'lyapti. Kunalovni kim biladi? Bilganlar yozib qo'yinglar. Kechqurun shu yerga o'tirib 3 soat, 4 soat gurillab yonadi. Uni ham syomka qilaman. Tashimaslar. Mana forcham tashiymiz hozir. Ko'zi qorona. Lazım pardon. Обязательно с надо. Xullas bizni kuzatishda davom eting.